Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilar. Navbatda ishimizni o'rnatdik. Bu yerga ikkita rom, bitta 4 ko'zli eshik o'rnatganmiz. Ekopen antrazit profildan bo'ldi, aynalari yo'qdi. Romimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eni 1.60, bo'yi 2.12. Romlarning razmerlari bir xil. Eshik keladigan bo'lsa, eshik eni 2.40 ga 2.78 bo'yi. Balkon profil bo'ldi qanotlari. Ruchkalar zo'r, xudo xohlasa. Ruchkalardan ham balkon ruchka, original ruchkalar qo'yamiz. Ichidagi zamoylari ham tozasi. Juda ham chiroyli bo'ldi ruchkalar ham. Oynalari yo'qdi. 20 lik padagonlar bilan qo'yib berganmiz. Ispanjiretlarni originallarini qo'ydik. Ko'rishlar mumkin. Katta ko'z bo'lsin degani uchun kattaroq ko'z qilib berdik. Mana rezinkalar ham kal to'planmagan, to'g'ri solingan. Komutlarni ispanjiretlarni qo'yib berganmiz. Setlari ham zo'r yegan. Ekopen profillarni zo'r chiqadi. Balkon, shirokki qanotlarni qo'yganmiz. Bularimiz narxlariga keladigan bo'lsak, shu ofisiy joy 7 million 200 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Padagonlari bilan oynalar bir qavat. Balkon profillari bilan shu narxga tushdi. Splashni o'ynab qo'ygan, pastlarga kafon qilmaganmiz. Vodiy bo'ylab shu narxlarda qilib beramiz. Kimga shunday akfa eshik romlar kerak bo'lsa 91 487 1237 nomerlarga aloqa chiqarasizlar.